Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Bugun sizlar bilan talabaning Xemis platformasiga kirish bo'yicha tanishib chiqamiz. Ya'ni juda ham talabalarning ko'p murojaatlariga ko'ra Xemisda talaba o'zining login parolini tiklashi bo'yicha bugun video yo'riqnoma tayyorlaganmiz. Shu bo'yicha sizlarga ko'rsatib o'taman. Bo'lmasa boshladik. Birinchi o'rinda talaba Google ga kirib olish kerak bo'ladi. Google dan keyin to'g'ri yozish kerak, ya'ni universitetnikini. Jahon tillari o'zimiz universitetda ko'rib chiqamiz. Bunda yozishga e'tiborli bo'linglar, bo'lmasa xodimlarnikiga yoki boshqa universitetga kirib ketib qolishi mumkin. Buni videomiz ostida ham qoldiraman. Google ga kirganimizda birinchi o'rinda to'g'ri yozishga e'tibor berish kerak. Undan keyin birinchidagi oynani bosamiz. Kirganimizdan keyin parollar xato beradi juda ham ko'pchilikda. Misol uchun mana eski parolimni yozib ko'raman. Yozdik, kirish tugmasini bossak bizda login yoki parol xato degan yozuv chiqdi. Shu holatda yuqorida 3 ta nuqta bor. 3 ta nuqtani bosamiz. Bu joydan parolni bekor qilish tugmasi bosiladi. Bu amaliyot qachonki bajariladi? Talabalar login yoki parolni unutganda yoki OneID orqali kira olmagan holatlarda bemalol shu orqali kirsa bo'ladi. Buni bosganimizdan keyin parolni bekor qilish tugmasi bosiladi. Parolni bekor qilish tugmasi bosilgandan keyin talabaning ID'si kiritishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni talabaning ID'si talaba o'qishga kirgandan to uni bitirib ketgunigacha bo'lgan davrda ishlatadigan logini, shuning uchun bu loginni yozib olish kerak, esdan chiqarmasdan saqlab olish kerak. Agar esdan chiqargan holatingizda mas'ullarga uchrasalar, ya'ni bu ID'ni sizlarga aytishadi. Xo'p, buni yozganimizdan keyin tagidan tekshiruv kodini yozishimiz kerak bo'ladi. Tekshiruv kodini yozib, davom etish tugmasi bosilganda talabaning telefon nomeriga SMS boradi. Ya'ni Xemisda siz telefon nomeringizni kiritib qo'ygan bo'lishingiz kerak. Agar Gmail yozilgan bo'lsa, Gmailga ham ketish mumkin. Gmail yoki telefon nomerini tekshirasiz, unga SMS boradi. O'sha SMS orqali keyingi amallar bajariladi. Mana davom etish tugmasini bosamiz. PIN kod telefon nomeriga SMS bo'lib ketdi. Ya'ni SMS bo'lib borganda undan ma'lum bir summa oladi. Shuning uchun telefoningiz shotida pul bo'lishi kerak bo'ladi bu holatda. PIN kodni kiritamiz. PIN kodni kiritib, tekshirish tugmasi bosiladi. Tekshirish tugmasini bosganimizdan keyin biz yangi parol qo'yishimiz kerak bo'ladi. Parolni qo'yishda osonroq qo'ysak ham bo'ladi, juda mukammal bo'lish shart emas. Misol uchun 1 2 3 4 5 6 7 8 D qo'shimchasini qo'ydim. Pastga ham xuddi shu yuqoridagi parol teriladi, tepadagi va pastdagi parollar bir xil bo'lishi kerak. Ya'ni tasdiqlash uchun 1 2 3 4 5 6 7 8 va D qo'shimchasi qo'yildi. Parolni o'zgartirishni bosamiz. O'zgartirishni bosganimizda shaxsiy sahifamizga kirish kerak bo'ladi. Mana shaxsiy sahifamizga kirdi. Shaxsiy sahifamizga kirgandan keyin bemalol biz Xemisdan foydalanishimiz mumkin.